Mana bugun sizlar bilan Marg'ilon kombinat qush bozorida turibmiz. Rizodondan oldin boshlayapmiz. Akalarimiz mana Rizodonda donlari sifatli, xudo xolasa tariqlari yeydigan qushlar yeydigan oddiy vanisli papugalar yeydigan donlarimiz 4600 so'm beryapti. Bedanalardagi aka nech pul bu bedana? 6000 so'm aka. Qo'naq nech pul bo'ldi? Qo'naq 25 ming ekan. Ba'da mana jo'jalarga asarti donlari ham bor ekan, har xil donlar bor ekan. Ko'rib turganlaringiz juvari. Makka nech pul bo'ldi? Makkalar 4000 dan boshlab 6000 gacha bor. 4000 dan boshlab 6000 gacha bor ekan makkalarimiz. Kimga shunaqa sifatli donlar zarur bo'lsa, bemalol Marg'ilon kombinat Rizodonga bemalol tashrif buyuraverasizlar. Bozordan tashqari kunlarda ham bozor bu yerda don sotiladi. Donlarni tugab qo'ygan bo'lsa, kelaverasizlar. Bemalol telefon qilsalaring, ishlarni hal bo'ladi. Va Baliq bozor. Bozordan kelaverishlar mana bog'larga ko'rib turganlaring. Mana hurmatli obunachilar, Marg'ilon kombinatdagi bedana bozoridamiz. Ko'rib turganlaringdek, bedanalarni xilma-xil chiqibdi. Oqsoqollar ham mana shu yerda mana bedanalarimiz ham qovoqlarimiz. Jaloldo bular sizdanmi? Nech pul deyapsiz qovoqlar? Yo'q, qovoqlar. Ha. 200 ming. Bu 200 ming. 200 ming, 200 ming, 400 ming. Aha. Mana 60 ming. 60 ming so'mdan. Bemalol. O'tib beramiz, kam bor. Telefon nomerlar mettadaga bordi. Har yoqdan bor. Bormoqda. Ayleli, paneli, mebelni. Qani metta telefon nomeringiz bo'ladi. Yo'q ekan-a? Dastlabki qilib beraverasiz? Dastlabki qilib beraveramiz. Dastlabki qilib berishaveradi. Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston davlatlariga dastlabki qilinaveradi. Bozorimizda shunaqa. Jo'jalar narxi nech pul bu? 60 ming so'm ekan. Mesni bedanalar bular, ha? Mesni bedanalar 60 ming so'mdan ekan. Qovoqlar ham. Telefon raqamlari zarur bo'ladigan bo'lsa 90 633 0374 raqamlarga telefon qilasizlar. Ishlar hal bo'ladi, xudo xolasa. Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston qo'shni davlatlarga ham dastlabki qilib beriladi, xudo xolasa. Bu nima bu? Italiya makiyonlarimi? Italiya makiyonlar mana. Italiya makiyonlariga sotilyapti. Toza qon bilan. toza qon ekan. Yirik narsa ekan bular, ha? Yirik toza qonda. 100 ming, donasi 100 ming, ha? 80 ming. Komplekt. 90 633 0373 74 raqamlari. Telefon qilaverasizlar. Rahmat, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Hurmatli qushbozlari, Marg'ilon kombinat qush bozoriga tashrif buyurdik. Bozorga kirib kelyapmiz. Bozor nihoyatda zo'r bo'lyapti. Aka sotilmaydi omali ekan, aka. Sotilmasa ham videoga olish haqqim yo'qmi? Olay aka mana. YouTube'ga olyapti odam. YouTube'gami? Ha. Zibori bor, to'g'rimi? Internetga chiqishimiz mumkin. Nech pul? Hozirga o'zi. Darmaka aka. Yo'q, aka ko'rib berdik. Salom qildik. Nech pul ekan bu? Nech puldan bo'ldi? 150 aka. 150 mingdan. Barakalloh. Ana 40 ga qilyapmiz. Zo'r. 20 dan 20 dan bo'lyapti. Barakasini. Qarang, ba'zi baraka bo'lyapti. Aylayotgan joyim. Aka. Hamkasblar qush olib chiqibdi bozorga sotgani, nolasa. Shular o'ta yirik narsalar ekan. Nima bo'ldi? Nech pul bo'lyapti? 210 mingga olyapti. 5 tani. Zo'r. Bervor. Shikalat. Hoji, qalaysan? Bozorimizda avjiga chiqayotgan bolalardan bittasi. Peshanangga olma zo'r tushib qolma, tirtiq. Bo'lyaptimi? Nech pul sotyapsan? 5 ming. Mana zo'r. Bozoringiz. Olmaylar, assalomu alaykum. O'yizda turaversizmi? Arada bo'llar sizdanmi? Boyaga arada bol sizdanmi? Nech pul deyapsiz? 5 ming dona. Bittasi 5 ming, ha? Giniznoylarchi? Venezuela 9 ming optimik. Optomiga 9 ming so'm ekan giniznoylar. Shunga zarur bo'lsa, like bosib, Marg'ilon kombinat qush bozoriga kelaverasizlar. Qush o'ta ko'p.
Sariq shapkali. Hadi narx-navolarni so'ragim kelmayapti. Odamlar har xil xayolga boradi. Aka, adijnilar necha bo'ldi? 20 dan. 120 ming. Ko'ringlar mana tayyorlari mana narbolari. Necha pulagan adijnilar? Ani pras. Nimalar narlari qoldi aka. Necha puldan sotildi? 100 ming so'mdan beramiz. Sotilgan modalar 250 mingdan sotildi. Zo'r aka. Bozoringiz bersin. Necha pul aytyapsiz, ukam? Necha pul ekan? 550. 550 ming. Zo'r. Spingerlar ekan, a? Zo'r. Bozor o'ta avjida. Aka, necha pul deyapsizlar buni? 250 ming, 100 ming so'm, Amadinkalarchi? 100 ming so'm kam bor, jupi. Bo'l, aka, rahmat. Chimchiqda oqchi? Jupi 300 ming. Aka, rahmat. Bozor. Mera düşen neç bilega? 300 ming so'm donasi. Jupi. Jupi. Ularchi? Pepchimidi bu? Neç pul bu dedi? Neç pul dedi? 700 ming jupi, ha? Jupi 700 ming so'm. Amadinkalarimiz bor ekan, Karellar bor ekan. Aka, rahmat. Aka, aka nechi pul ekan? 600 ming parasini. Parasini 600 ming so'm baho aytyapsiz. Rahmat aka. Tam bor ekan. Ammo shular ideal holatda ekan akalar. Zo'r, rahmat. Bir jup ishlamagan-da. Ishlar bir jup ishlamagan. O, zo'r. Rahmat. Bizda nemislar chiqibdi. Nechi pul ekan nemislar? 600 ming. 600 ming, ha? Tamam bor. Tam bor deyapti. Bemalol. Narmodami? Narmoda ekan 600 ming so'm baho aytishyapti. Lak bosib obuna bo'linglar. Qoplasa deyman. Aka, qora qanotlar nechi pul ekan? 135 dollardan jupi. 135 dollardan ekan jupi qora qanotlar. Blackface 100. 120. Telefon nomeri aytaverasizmi? 93 417 0177. Telefon bo'lsa. Eshi Ma'g'ilondami? Andijondan, ha? Bo'l, aloqaga chiqib qolasizlar. Bemalol akalar Andijondan ekan akamiz. Ha, qushlarimiz bor ekan. Hozirda hormay Amadingalar nechi pul? Jupi 100 ming so'm, ha? Shapkalilarchi? 180. Shapkaliklari 180 ming so'm, ha? Rahmat. Papugaylarimiz nechi pul sotilyapti? Papugaylar har o'ziga qarab 100 mingdan to 150 mingga. 100 mingdan 150 minggacha sotilyapti deyaptilar. Hoji dadamiz. Alloh rozi bo'lsin, bozoringiz bersin. Bozor dehqonlardan aylanib chiqdi. Endi bu yerda olib sotar akalarimizdan so'rab ko'ramiz. Aka, nechi pul deyapsiz bu qushlarimizni? Jupi 500 mingdan qilib beryapti. Jupi 500 ming so'mdan, ha? Bozordan ko'rasizlar-da, arzon ekanu. Men dehqonga o'xshagan odamman. Ya, mana ichkarida qimmat yig'ildi hozir aylanib chiqdi. Gibrid chexlar. Ha, o'sha ko'rib turibman. Bozor syomkaga hozirlik kelyapti-da. Telefon Yaxshi, kelishuvlar. Telefon nomeri aytib o'tib keting. 90 277 44. Bemalol telefon qilinglar akalar. Kimga zarur? Qarashlar mana 250 ming stakana bor. Mana Radijinda tanlab olish juda 500 ming so'm.
Black esa $200 juda. O. Kapjalilari-chi? Barishkalari biz xo'p, jupini 600 ming beramiz. 2 tane xolos bersa. Omad silishkim, omad sizda qattiq arzon ekan. Ha? Qimmat olib arzon sotadigan odamman bu. Yong'oq sarasiz ishboz ekan. Xudo baraka beradi. Bo'ldi gari. Kelaveramiz. Lak bosib olib deydi. Bozorimizga o'ta ideal holatdagi ajoyib svetdagi qimmat tutlar chiqibdi. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Aka bular nomlari nima edi? Boshqa ha. Ko'rishlaringiz mumkin. Egalari yo'q ekan. Ular ideal holatdagi qushlar, xudo xolasa. Zarurisi bemalol Sog'lom kamlar qush bozoriga kelaverasizlar. Taklif etalang. Bunaqa ideal holatdagi qushlarni ko'raverasizlar. Mana. Nech pul bular? Bular 250 ming kami bor. 250 ming. Bu xonaliklari-chi? 150 ming so'mdan kami bor. 150 ming. 4 xonalik ham bor. Nech pul bu? Bu ham 250 ming. Ya 250. Bu 4 xonalichi? 550 ming. 550 ming. Bu-chi? Bu 6 xonalik. 800 ming kami bor. 800 ming kami bor, ha? Hurmatli obunachilar, Hoji tog'am izingizni o'yladi, zakasiga yasab berdik. Nech puldan yasaldi bular? 10 mingdan. Donasi 10 mingdan. O'ta yirik, qalin materialdan tayyorlanibdi. Cheklanmagan miqdorda zakas olibdilar va shu polvon ukam yasabdilar. Kimga zarar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi Qapaslarimiz, nech pul qapaslarimiz? qapaslarimiz Qobuldonniki ukamiz. Ha. 250 kam bor, 200 kami bor, 150 kami bor. Ular nech pul? Ular nech pul? Bular amalinkalarniki 5 mingdan. Aha. Qo'ndog'lig'imiz bor 1 metrlik. Ular nech pul? Ingizkasi 5 ming so'm, qalini 7 ming so'm. O, rahmat. Sizlar o'rtacha qush ko'rmaysiz. Adamaga nech pul bular? 200 mingdan. Jupi 200 mingmi? Buchi? Perquri 250 dollar tayyorki. Perguri 250 dollar, ha? Radijning gulligichi Spingillar 100 dollar. 100 dollar, ha bular, ha? Ishlamagan toza. No'z- 700 ming jupi. Jupi 750 ming, ha? No'zin. 700 ming. Ha, 700 ming so'ragan. Ularni obunachilar kimga zarar bo'lsa. Voy, ana qushlarni dodalari chiqdi bozorimizga. Toshkentdan akalarimiz kelibdi. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Aytavering. Amazon moda ishlagan 7 yosh. Narbosa olamiz, arzon kelishib qolsa, o'zi sotamiz. Nechta? 1,5 ming dollar turibmiz. Kami bor tushib beramiz. Lorikalar. Lorilar ishlagan paralar. Bitta o'tib oling. Hop. Aha. 1200 dollar aka. 1200 dollar. ha? Denkalari bor, ha. Aha. Ishlagan. Ishlagan, ham denkasi ham qog'ozni beramiz. Puli nechi? 1200 dollar. Mana modasi, uni tevada turgan olmay ekan, nari tevada. Aleksandrskilar. 700 dollar aka. Tilovdan ishlagan para, o'zimizda ishlagan. Aha. Andreylar ishlagan para 1200 dollar tushib beramiz. Telefon nomerini aytib o'tib keting. 90lik Aha. 786 38 38. Bemalol aloqaga chiqinglar, xudo xolasa ishlar hal bo'ladi. Hammaga rahmat, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Aka ular narxni olsa aytib o'tib ketaylik. Kalita qushlarimiz rabochiy paralar 550 dollardan. Hammasi galada ishlagan qushlar. Pari 550. Aleksandrskiy Aleksandr 650 dollar. 650 dollar. Buchi? Barabamiz 400 dollar. Telefon nomerini Tayyor aytaverasizmi? Telefon nomerini aytaverasizmi? 90lik Aha. 862 55 55. Telefon qilishaversin, ha? Bemalol. Hop. Buni narxi nechta? Bu penat 390 dollar. Bari. 90 dollar. Svetlari ham ideal holatda ekan, kimga zarar bo'lsa bemalol aloqaga chiqinglar, baraka qolilaveradi. Ko'rdilaring, bugungi bozorimizda shuncha odam kelibdi. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan qiziq videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan keyingi videolarimizga minutlarni ko'proq qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.